Do'stlar, hozir 15 yillik bepushtlik bilan kelgan bemorimiz mikroteziya amaliyotini amalga oshiryapmiz. Xo'p, hozir yaxshi sifatli urug'lar topildi, xudo xolasa. Endi bemorimiz ham shu urug'lardan foydalanib farzandli bo'la oladi. 15 yil davomida juda ham ko'p dori-darmonlar olgan, lecheniyalar olgan, to'g'rimi? Samarasiz bo'lgan hammasi. Sababi bu yerda moyakning ichida urug' bor, lekin u tashqariga chiqa olmaydi. Uni faqat operatsiya yo'li bilan olish mumkin. Mikroteziya amaliyotini amalga oshirdik. Hozir yaxshi sifatli urug'lar olib berdik. Embriologimiz shu urug'larni muzlatyapti hozir. Hop. Mikroteziya amaliyotini oddiy teziya amaliyotidan nima farqi bor? Oddiy teziya amaliyotida oddiy ko'z bilan qilinadi. Unda urug' topish ehtimoli kamroq. Mikroteziyada mikroskop yordamida moyakning ichidagi to'qimalar yaxshi sifatlilari olinadi. Buning uchun urug' topish ehtimoli balandroq bo'ladi. Asob bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar ham kam juda ham. Chunki mikroskopda qilinganligi uchun har bir qon tomirlar, hamma narsa ko'rinib turadi. Tuxumga deyarli ziyon yetmaydi. Xo'p, shunaqa muammolar bo'lsa, bepushtlik holatlari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa eng to'g'ri yechimni qilib beramiz.